Yaxshi sallarmi? Buna peshobotli znak. Onda yerda ildam tozalash kerak. Shopir akalar. Qozon o'g'atasizmi? İşte başta da bu. Buna 30 deb qo'yibdi. Buna o'quvchilar bor degan berdi. Buna peshobotli znak. Bunda yerdan ildam tozaytib o'tish kerak. Buna 60 da yurdaydi. Ağay başta. Qozonbay 60. Kamerada var ekan. Ağay başta. Molda oстановка var keyin. Oстановкадан keyin dag'ib peshobotli znak. Bunday yerdan azaytishing kerak. Sen qara bos. Ildamlikni qo'yib o'tasan. Azaytish kerak bunday. Ağay. Tür yo'li tuguni yetib oladi. Tuguni chayni. Tuguni sen niqtab. Kichkina bunday putni tatmasangiz ildamni azayadi. Ko'rib o'tamiz internetda nima bo'lganda. Büyük okuyanlarla aynı da buna bazen olsa okuyanlarla aynı. Buna ki buna da peshobot buna da çıktı. Göz okuyan mısın? Adam yok da öyle keyin ayda yöresin herbi. Buna onda da buna peshobot insan. İdeyesin просто geneveysin da geneveysin. Buna o yerda ham aslanım korkum. Buna olacak da maşina sürüp qolishi mumkin. Bu yerda ham ildam tozalash kerak. O'qib olgan da bir o'zi chiqa qoladi shashib. Telefonga alaqsib. Ne derler bazar? Söz. Toyota Camry dedi, 543. Yaxshi mashina bo'ladi ha. Shu yo'llarda qachon o'ng'ilib deydilimda ko'p qatnadi bu yo'llarda. Juda shu o'ng'ilib qolsa. Hükümet o'z ishda odatida qolsa. İştaganda belgisi shuni bo'ladi. Bazlagan video gayrısını gördün mü? O'sha kishi. Ha. O'sha ko'zga jil uchratadi. Ha, cınıttım. Okuydun harbi. Sağa aytibdir ha? Ha? To'g'ri aytgan. Alda guyib aytadi. Fazla gap söylüyor. O'sha fazla gap aytadi.